Soliq oliy maktabi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 19-mayda qabul qilingan 95-son farmoni, shuningdek 2026-yil 16-iyundagi 227-son qaroriga asosan tashkil etilgan bo'lib, soliq tizimiga oliy ma'lumotli kadrlarni yetkazib beruvchi tayanch oliy ta'lim muassasasi hisoblanadi. Soliq oliy maktabida ta'lim jarayoni zamonaviy yondashuvlar asosida tashkil etilib, nazariy bilimlar amaliy ko'nikmalar bilan uyg'unlashtirilgan holda olib boriladi. Talabalar sohaga oid bilimlarni nafaqat auditoriyalarda, balki real amaliy faoliyat misolida ham o'zlashtirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Oliy maktabda bakalavriatning soliqlar va soliqqa tortish, raqamli soliq ma'murchiligi, soliq huquqi va moliyaviy nazorat kabi yo'nalishlarda kadrlar tayyorlash yo'lga qo'yilgan. Bakalavriat ta'limi kamida 3 yillik dastur asosida tashkil etilgan bo'lib, bu talabalarga qisqa muddatda zamonaviy bilim va amaliy ko'nikmalarni egallab, mehnat bozoriga raqobatbardosh mutaxassis sifatida kirib kelish imkonini beradi. Abituriyentlar 2026-2027 o'quv yili uchun my.uzbmb.uz sayti orqali joriy yilning 25-iyuniga qadar hujjat topshirishlari mumkin. Yana bir muhim jihat, joriy o'quv yilidan boshlab buxgalteriya hisobi yo'nalishida ham hujjatlar qabul qilinadi. Shuningdek, 2026-2027 o'quv yili uchun eng yuqori natijalarni qayd etgan 50 nafar abituriyent davlat granti asosida tahsil olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Mazkur yo'nalishlarda tahsil olayotgan talabalar soliq siyosati, soliqqa tortish mexanizmlari, soliq ma'murchiligi, zamonaviy axborot tizimlari hamda amaliy faoliyatning barcha muhim jihatlarini chuqur o'rganadilar. Ta'lim jarayoniga katta tajribaga ega xorijiy va mahalliy professor o'qituvchilar, amaliyotchi mutaxassislar hamda ekspertlar jalb etilgan. Bu esa talabalar uchun nazariy bilimlar bilan bir qatorda amaliy tajribani ham egallash imkonini yaratadi. Soliq oliy maktabida talabalarning har tomonlama rivojlanishi uchun barcha zarur sharoitlar yaratilgan. Yangi ta'mirdan chiqarilgan zamonaviy o'quv kampuslari, ilg'or texnik vositalar bilan jihozlangan auditoriyalar, boy fondga ega axborot resurs markazi, sport zali va stadion talabalarning sifatli ta'lim olishi hamda bo'sh vaqtlarni mazmunli tashkil etishiga xizmat qiladi. Shuningdek, 1000 ga yaqin o'ringa ega talabalar turar joyi uzoq hududlardan kelib tahsil olayotgan yoshlar uchun qulay imkoniyat yaratadi. Soliq oliy maktabining asosiy maqsadi ertangi kunning haqiqiy malakali mutaxassislarini tayyorlashdir. Bu yerda tahsil olgan talabalar soliq qonunchiligini chuqur biladigan, zamonaviy texnologiyalar bilan ishlay oladigan, tahliliy fikrlash qobiliyatiga ega va amaliy faoliyatga tayyor kadrlar sifatida shakllanadilar. Bitiruvchilar davlat namunasidagi diplom bilan bir qatorda soliq maslahatchisi va auditor malaka sertifikatlarini olish uchun maxsus o'quv kurslarini muvaffaqiyatli tamomlaganligi to'g'risidagi hujjatga ham ega bo'ladilar. Bu esa ularning kasbiy salohiyatini yanada oshirish va mehnat bozorida raqobatbardoshligini kuchaytirishga xizmat qiladi. Oliy toifadagi bitiruvchilar soliq xizmati organlarida faoliyat yuritish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va kompetensiyalarni egallaydilar. Soliq oliy maktabi bu shunchaki oliy ta'lim muassasasi emas. Bu mamlakatimiz soliq tizimining ertangi rivojiga xizmat qiladigan professional kadrlar maskanidir. Kelajakni bugundan barpo etayotgan yoshlarni soliq oliy maktabida kutib qolamiz. Manzilimiz: Toshkent shahri, Uchtepa tumani, Kichik halqa yo'li, 3-A uy. Qo'shimcha ma'lumot uchun 1198 qisqa raqami orqali operatorimiz bilan bog'laning.